Assalomu alaykum, efirda 102-365 xabarlar dasturining navbatdagi soni. Sharof Rashidov tumani Xalqobod mahallasida yashagan 1999-yilda tug'ilgan fuqaro jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan, ya'ni o'g'irlikda ayblanib, joriy yil 13-iyun kuni qidiruv e'lon qilingan edi. Xodimlarimiz tomonidan olib borilgan tadbirlar davomida ushbu shaxsning Jizzax shahridagi yashirin manzili aniqlanib, ushlangan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanida o'tkazilgan tadbirda noqonuniy savdoga chek qo'yildi. Xususan, Yangidiyor mahallasida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro yashash uyida noqonuniy ravishda alkogol mahsulotlarini sotayotganligi aniqlanib, 9 dan aroq va 22 quti tamaki mahsulotlari hujjatlashtirib olingan. Jizzax shahrining Toshloq mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qilib, o'ziga tegishli bank plastik kartasidan 4,5 million so'm pullarni noma'lum shaxs yechib olganligini ma'lum qilgan. Holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Sharof Rashidov tumani Havaslik mahallasida yashovchi fuqaroning arizasi asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan Do'stlik tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda Alisher Navoiy mahallasida yashovchi 1967-yilda tug'ilgan fuqaro Do'stlik tumani suv ta'minotida ishlovchi tanishlari orqali Jizzax suv ta'minot tumani filiali balansida bo'lgan temir trubalarni noqonuniy qazib olishga ruxsat olib berishini aytib, evaziga 6 million so'm pullarni talab qilgan va ushbu pullarni olgan vaqtda ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yurtimiz doimo tinch bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz.